Assalomu alaykum. Koreys asxonasina tiyisli ko'ksi tag'amini o'zimning bilgan usulda tayyorlab ko'rsataman. Birinchi go'shtni juxalab, uzuncha formada turab, 1 shay qoshiq tuz, 1 oz qoshiq soya solib aralashtirib 30 minutga qo'yamiz. Kapusta qiyarda juxalab turab, tuz solib, qo'limiz bilan yaxshilab aralashtiramiz. So'ng kastrulga 1 litr muzday suv quyib, 1 shay qoshiq tuz, 1 oz qoshiq qum shakar, 3 oz qoshiq soya, 1 shay qoshiq 70% oksus solib, aralashtirib, turalgan pomidor, qirg'ichdan o'tkazilgan qiyar, ukrop, kinzani solib, aralashtirib, muzlatgichga qaqbag'ini jovib solib qo'yamiz. Marinovkalangan go'shtimizni tabada qizib turgan mayda suvi ketgancha qurmalab, piyozni solib, qurmalab, tuz solib, pomidor bilan qurmalab, chesnok, paprika, qora buruch, kinza solib, aralashtirib, azma suv quyib pishirib olamiz. Ikkinchi tabaga may quyib, piyozni qurmalab, paprika, kinza, qora buruch, chesnok solib, qurmalab, turalgan bolgar buruch solib, shala qurmalab olamiz. 3 mayakni shag'i venchikda yaxshilab aralashtirib, tabaga azg'antay may quyib, quymoqlarimizni juxalab pishirib olamiz. Keyin jingishkelab turab qo'yamiz. Qozonga suv quyib, qaynagan so'ng tuz solib, ko'ksiga arnalgan lapshani pishirib olamiz. Muzday suvga solib, suzib olamiz. Qurmalangan piyozimizni kapusta qiyarga bo'lib solib, aralashtirib olamiz. Endi idisimizni olib, birinchi ko'ksini solib, so'ng turalgan quymoq, kapusta qiyarni, pishgan go'shtni solib, ustidan muzday mo'ri so'rpamizni quyib shig'amiz. So'ng menga ko'ksi tayyor bo'ldi. Retsept unasa tomendagi jureksheni bosib, ag'za bo'ludi unutma. O'z fikrlaringiz bilan bo'lishib o'ting. Hammaga жағымлы ishtay, sog' bo'ling.